Assalomu alaykum, rahmatullohi va barakatuh. Hormaylar aka-ukalar, Pickup Uz obunachilari, charchamayapsizlarmi? Joninglar sog'mi? Bardam baquvvatmisizlar? Bugun sizlar bilan kechki smena haqida gaplashamiz hamda kechki smenani ish jarayonini sizlarga ko'rsatib beramiz. Pickup Uzda, ya'ni kuryer va dostavka tarifida kechki smena ish qanaqa bo'lishini birin-ketinlik bilan ko'rsatib o'tamiz. Kimda kim obuna bo'lmagan bo'lsa, obuna tugmasini bosib qo'yishinglarni hamda video yoqqan bo'lsa, like tugmasini bosib qo'yishinglarni so'rab qolardi. Ya to'xtanglar. Hozirroq like tugmasini shundoq bosib qo'yinglar. Joninglar sog' bo'lsin. Video yoqqan bo'lsa, kommentariyada o'z izohinglarni qoldiringlarki, sizlarga nima qiziq bo'ldi va nima haqida, ya'ni kuryer va dostavka tarifida nima haqida video olib bering sizlar uchun. Joninglar sog' bo'lsin. Har doim bardam baquvvat bo'lib yuringlar. Birin-ketinlik bilan videolar davom etadi. Xudo xolasa nasib, ozgina ishlarimiz bor edi, bitirib oldik. Bundan oldingi videolarni ko'rmagan bo'lsanglar, tavsiya qilib qolaman. Bundan oldingi videolarni ko'rishinglarni kuryer izlab degan proyektimizda juda ham ko'p kuryerlarimizga pul ulashganmiz. Shuni ko'rishinglar mumkin. Xursand bo'lishinglar mumkin. Joninglar sog' bo'lsin. Aytgancha kuryer izlab davom etadi, faqat haftalik emas, oylik kuryer izlab bo'ladi. Joninglar sog' bo'lsin. Aytgancha birinchi zakazim, ya'ni kechki smena slotda birinchi zakazimni tugatdim. Birinchi zakazim 32 ming so'm bo'ldi. Bu qo'ylu kompasdan hop 58-Vangarodgacha. Bu 32 ming so'mma 32 mingligicha yopilmaydi. Hozirgi paytda adashmasam slot narxi 42 ming bo'ladi. Hozir ko'ramiz necha pul bilan yopilganini. Hop, hammalarga qiziq deb o'ylayman, qiziq bo'lyapti deb o'ylayman, xudo xolasa. Necha pul bilan yopilayotgani o'zim uchun ham qiziq. Qanaqa bo'layotgani, ish jarayoni qanaqa bo'lishi ham qiziq. Aytgancha slotda ishlasanglar, mabodosiga slotda ishlagan odamga parisheni unaqa qiziq bo'lmaydi. Qiziq bo'ladi qachonki parisheni bang'ilab bersa, esinglarda tutinglar, slotda ishlasanglar ham ustiga usti zakaz olinglar yoki slotdan chiqib ketib, ketma-ketlik zakaz olishinglarni tavsiya qilib qolaman. Chunki agarda sizlar slotda bo'lsanglar, ketma-ket zakaz olmasanglar, bitta zakaz soniga hisoblaydi. Hop, 32 ming bilan yopilgan, lekin degan joyi bor. Bizani bu summamiz 35 ming bilan, mana ko'rishinglar mumkin, 35 ming oxirgi zakaz. Undan oldingilari kechki smenda ishlangani. Kechki smenani ham ko'rishinglar mumkin, 42, 46 ming, 47, 45 ming bilan yopilgan. Hozirgi hop yopilgan summa 35 ming. Ko'rdinglar, 32 ming emas, 35 ming. Komissiyani olib qolganda 35 ming bilan bo'ldi. Ha, aytgancha slot masalasi. Agarda sizlar slotda bo'lsanglar-yu, slotda har bir zakaz soniga ishlasanglar yaxshi. Agarda parisheni bo'lsa, ya'ni parisheni juda ham yuqori bo'lsa, fioletoviy zona, sizlar slotdan chiqib ketib har bir zakazni ustiga usti bosib tashlasanglar, summa zo'r bo'ladi. Parisheni ko'tarib turgan paytda yaxshi summa ishlab olsa bo'ladi va obratni parisheni o'lgandan keyin slotga qaytsa bo'ladi. Ya'ni slot kuyib ketgan bo'lsa, shunaqa holatda ishlab turib, keyingi slot boshlanishiga 15 minut qolganda slotni davom ettirsanglar bo'ladi. Bu avto va moto kuryerlar uchun. Hop, biz liniyani yoqamiz, keyingi zakaz qabul qilishga tayyor bo'lib turamiz. Parisheni unaqa baland emas. Hozirgi paytda parishenamiz qancha ko'rsatyapti? Hozir ko'rsataman. Qaniydi? Mana ekan. Parishenamiz hozirgi paytda 4000 ga 26500 ko'rsatyapti. Xullas, iloji boricha harakat qilinsa, iloji boricha strategiya bilan ishlansa, ish juda ham zo'r va maqbul bo'ladi. Kuzatishda davom etinglar. Sizlar bilan Taksi Polvon, aytgancha Kirakash Polvon emas, Taksi Polvonga nomimiz o'zgardi. Joninglar sog' bo'lsin, kuzatishda davom etinglar.
Xo'p, bugun videoni qisqaroq qilamiz, mayli. Bugun kuni bilan ishlanganini qo'ymaymiz, lekin sizlarga bitta tavsiyani beramiz. Shunaqa darajada kuryer tarifida ishlash kerakki, xo'p, hamma restoran, kafe joylashgan radiusi o'rtasida, ya'ni 5 kilometr radiusi o'rtasida joylashgan bo'lishligi kerak. Shunda sizlarga zakaz tezroq va yaxshiroq keladi. Mana oddiy misol, men hozir bir tochkadaman. Mani tochkamni atrofi, ya'ni 5 kilometr radiusda bir nechta kafe joylashgan. Hozir turgan joyim o'zida, ya'ni hozir sizlarga ko'rsataman. Xo'p, bu yoqda Evis, Gummaxonim, Maxwell va yana Evis. Undan tashqari, xo'p, 2 kilometr, 3 kilometr nariroqda Garri Food bor. Xo'p, bu yoqda 3 kilometr nari, 2 kilometr nariroqda Registon oshi bor. Pay osh, balobatlar, Dode pizza mana hozir 1,5 kilometr nariroqda. Xullas hamma kafe, restoranlar o'rtasida radiusda joylashgan bo'lishida kerakki, чтобы sizlarda zakaz yaxshi bo'lishi uchun. Tushuntirdimmi? Joninglar sog' bo'lsin. Hop, kim kuryer va dostavka tarifida ishlamoqchi bo'lsa, Sultonali Mashhada 186 adresga kelib, bemalol podключение qilsanglar bo'ladi. Undan tashqari, Sultonali 186 adresda, ya'ni Sultonali Mashhada 186 adresda kelib, bizani kuryer bo'lsanglar, 10 ming so'mga obed va ujin qilib ketsanglar bo'ladi. Hop, kunduzgi soat 11 dan kechki soat 8 gacha. Agarda taksi yoki boshqa kuryerskiy sohada ishlasanglar, 20 ming so'mga ovqatlanib ketsanglar bo'ladi. Ovqatlarning ichiga don, salat, choy, общий bitta kombo bo'ladi. Xullas, aka-ukalar, bugun hozircha video uzun bo'lib ketmasligi uchun to'xtatib turamiz. Kimda kim qanaqa savoli bo'lsa, kuryer va dostavka tarifi bo'yicha kommentariyada yozsanglar, polniy savollarga javob berishga harakat qilamiz. Undan tashqari, nima sizlarga qiziqtiryapti, ya'ni sizlarni nima qiziqtiryapti aytsanglar, biz o'shanga qarab sizlar uchun chiroyli video qilib beramiz. Joninglar sog' bo'lsin. Aytgancha, hali ham podpiskasiz ko'rayotgan bo'lsanglar, podpisatsiya tugmasini bosib qo'yinglar.